Assalomu alaykum do'stlar. Gazoblok avtomat liniyasida qanaqa kamchiliklar bo'ladi deganlar uchun. Xo'p, birinchi o'rinda shunday liniya tayyorlab beriladi. Bitta quyib berasiz, ugunlar olib berasiz, qolgan narsalar tayyorlanadi. Hamda avtomat reskasi. Xo'p, bu ko'rinishdagi qoliplar bu yog'i ob'yomga qarab o'zgaradi narxi. Siz qancha ob'yom chiqarishingizga qarab qoliplar qo'shib beriladi. Xullas, bu yerdagi 25 ta qolip bilan qilib berilyapti. Avtomat reska 25 ta qolip. Hop, mana bunda qumib chiqish uchun lentasi. Bu hali tayyor bo'lmagan. Mishalka tepadagi dozator miyalari, ramasi, kachel, suv bunker, issiq suv uchun. Xudo xolasa mana shu ko'rib turgan holatingizda sekin taxlab terib beriladi. Hop, bu yerda esa eng asosiysi sement uchun sementoviy slyoz 50 tonnalik bo'ladi. Zavodskiy hech qanaqa konteyner emas. Sement slyoz uchun shineglarimiz bu ham Xitoydan original kelgan, samodelniy shineglar emas, hammasi yaxshi, xudo xolasa zo'r. Mana shu ko'rib turgan komplektingda 26500 dollarga O'zbekiston bo'ylab ustanovka dastavka qilib beriladi.